Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Sizlar bilan Aviaka servisi xodim Jahongir Jomon. Xudo xolasa Sankt-Peterburg Samarqand yo'nalishi bo'yicha akalarimiz 9-dekabrga bilet xarid qilgan edilar. Mana chiroyli qilib o'tkazib kuzatib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Aviaka servisi xodimlari qo'ldan chiroyli qilib o'tkazishga harakat. Yo'lini qildik, sharoitini qildik. Vremelarga chaqirdik. Xudo xolasa chiroyli bo'lib o'tib ketay aka. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Zeloniya gardardan o'tib ketaverasiz. Mayli aka. Bo'pti, xo'p. Xudo xolasa mana bu yoqda esa registratsiyamiz davom etyapti. Aviaka servisi qilamiz, qo'ldan kelgancha yordam qilishga harakat qilamiz. Iloji boricha qo'llaringdan kelgancha bir dona like ayamanglar. Bir dona like bosib, bir dona podpishka uchun Instagramga qo'yaman, storylaringizga qo'yib bersalaringiz juda ham xursand bo'lar edik. Aviaka servisi xodimlarini kuzatishda davom etingizlar, biz esa xizmatda davom etaveramiz.